Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugun mana mehnat safarida biz yurtimizga va dehqonlarimizga poliz ekinlarida, qolaversa paxta, g'alla, yurtimizni oziq-ovqat zaxirasini ko'paytirish uchun va yerdan unumli foydalanayotgan dehqonlarimizga suv yetkazib berishda o'zimizni hissamizni qo'shib, hozir mana 2 agregatimiz ishlab turibdi. O'shalarni nazorat qilib, mana bunaqa soya salqin joylarda o'tiribman. Sami gilamlisi bitta narsadan xursandman. Diplomim bo'yicha mehnat olib boryapman. Har xil internetda frank qilib, millatni, yoshlarni ongini zaharlayotgan pul uchun har xil challenge'larni qilayotganlarga o'zbek millatining mard o'g'lonlari bordir, qarshi kurashadigan. Endi tashkilotlar endi kurashmayapti, tek qo'yib beryapti. Bir kun lekin rushnini totadi. Ana shu Dubayda yurgan Sardor Ganistermi, Oltiariqlik Azizxonmi, yana haligi taqis kofe ichib o'tirsa, choy ichib o'tirsa, kelib olib o'zicha, sen bir narsani bilib qo'ygin. Seni ham sening oping, onang bormi? Millat yerga urmay o'l pul uchun. Bu bolani jasjami kim? Kim u jasjami? Ota-onasi bormi? Bir ota-onasi tayinmi bu bolani? Nima tarbiyaga chaqirib qo'yilmaydi? Men o'tgan safar biroz bitta joyda noto'g'ri gapirib qo'ygan ekanman. Darrovda meni dadam o'rtoqlari gapiribdi. Dadam menga, otam menga gapirdi. O'g'lim, shu chiqishlaringni qilmagin. Falon joyda sansirab boryapsan ekan, orada immunistiyaga berilib, deyapti. Bularchi, bular o'zbek millatini, o'zbek qizlarini yerga urib tashlayapti. Bularga nima deydi? Bularga gapiradigan odam bormi? Millatni, o'zbek qizlarini xo'rlayotganlarga gapiradigan odam bormi? Gapirishimiz kerakdi. Biz gapirmasak, kim gapiradi? Shuning uchun bitta narsadan xursandman. Yurtimga halol pok mehnat qilib, oilamni, farzandlarimni halollik bilan boqayotganimdan va O'zbekistonda olib borilayotgan muhtaram prezidentimiz siyosatiga qarshi chiqmasdan ish olib borayotganimdan xursandman. Har bitta o'zbek yoshlari millatimizni saqlash uchun, yoshlarimizni kelajakka bizdan yaxshi nasllar, yaxshi avlodlar qolish uchun, O'zbekistonni hech qachon hech kimga berib qo'ymaslik uchun, tez orada tashqi qarzlardan qutulish uchun chiroyli g'oyalarni o'ylab topaylik. Shuni bilinglar, bizni bobolarimiz butun dunyoda nakalina turgizgan ilm-fanda belidagi kuchi bilan, hatto Temur tig'i bilan biz hech qachon hech kimdan kam bo'lmaymiz, bo'lmaganmiz ham. Agar mana shu safimga qo'shiladiganlar bo'lsa, bittadan like, podpiskani bosinglar. Ana shunaqa pul uchun, prank ishlar, pul uchun millatni, yoshlarni ongini zaharlayotganlarga yetib borsin. Zore ular ham o'zini yo'lini topsin. O'sha Sardor Ganister bo'ladimi, Azizxon bo'ladimi, Oltiariqlik, o'tgan safar ham aytdim, Oltiariqda bir normalniy mujik bormi, shu bolani topib bir tanobini totib qo'yadigan. Qolaversani jasjami kim? Choy ichib o'tirgan qizni oldiga borib olib nima qilyapti? Seni ota-oning bormi? Adresing aniqmi? Kim tomonidan tug'ilganing? Men masalan noto'g'ri gapirib, men sansirab qo'ysam o'zimdan kattalardi. Otam sirazi menga chiqadi, meni nimaga oladi? Senda qilayotgan videolaringni qara, o'zbek millatini, o'zbek qizlarini nima qilib yoryapsan, Farg'onaga kelib qilib ko'r, Qo'qonga kelding bir, yeb ketding. Farg'ona shaharga, Toshloqqa kelib shu qiliqlaringni qilib ko'rda, bizga to'g'ri kelib qol. Ichki ishlarga yetib bora olmay qolasan. Organ seni qattaligini topolmay qoladi. Men gapimga javob beraman. Organ seni topolmay qoladi. Buni unutmagin. Marg'ilonlik, Toshloqlik yigitlarning qo'liga tushmabsan. Tushmagin ham. Dunyoga kelganingga pushomon yegizishib boradi. Shuning uchun
internetda har xil frank ishlayotgan, ismlarini aytdim, keyin yana haligi bor haligi keksmas, seksmas degan opamiz. Qisib yuring. Qisib yuring. Meni bu gaplarimdan keyin meni sudga bering-da, men sizni qanaqa qilib yutkizishingizni bo'yningizga qo'yib qo'yaman. Yutkizasiz men bilan sudlashsangiz. O'zbek millatini, o'zbek madaniyatini ommaviy madaniyat bizga kerak emas. Biz o'zbek millati, musulmon xalqmiz. Shuning uchun ditcha o'zidan ketib qolgan internetda pul uchun ishlayotganlar, qisib yuringlar deyman sizlarga. Qisib yuringlar. O'zbek yigitlari hali o'lgan yo'q. Hech qachon hech kimga ayollarimizni, qizlarimizni, onalarimizni va millatimizni xo'r qildirib qo'ymaymiz. Kommentariyaga o'z nimalarini yozinglar. Kutaman. Qaddingizdan qadringizni baland tuting o'zbegim.